Qanaqa ketyapsiz? Magazinga ketaman, xotin. Ishlar qilib bo'ldingizmi? Ha, ishlar qilib bo'ldim. Ovqat qildingizmi? Ovqat qilmadim hozir. Nima qilmadingiz ovqatni? Uravermang, ovqatda kartoshka olib kelaman deb magazinga ketaman. Shu nerim buzaverasiz. Bo'lar ham bo'lmasa ham uravermang meni. Agar yana bir marta ursangiz, men uydan bosh olib ketaman, xotin. Aytib qo'yingizsa, ketdim men, Voh, shu bechora erim faqat bo'ylari bo'lmasa uraman. Shunga shu kun sog' olib bir ko'nglini ko'tarik. Seni yig'latgan kim edi? Yig'lab ko'nglimni g'ashlama. Erimga? Dadajonisi, shuncha uranma rozi bo'lasiz. Sizga sog' olib keldim. Yig'lab Assalomu alaykum. Lekin xotin yomon xursand qildi. Ismingiz nima sizning? Dadasi buni sovg'a qilmadim. Cherry Adevastirdan moshin sovg'a qildim. Moshin? Ha, Pulni qayerdan olding? o'zingiz ayting. Amakijon bizda ko'p pul talab qilinmaydi. Boshlang'ich to'lov 15% bilan atiga 40